Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ana bugungi mijozimizning xonadonlariga premium sifatdagi eshiklarni stanovka qilib berdik. Marhamat, o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Xo'sh, keling, marhamat. Bu yerda spanlarga gulxoydan foydalandik, darvozaxonalarga xristian shaladan foydalandik, shifon fakturalik qilib, chiroyli qilib stanovka qilib berdik. Marhamat, keling. Eshiklarimizga magnit mexanizm zamoglardan foydalandik, shifon fakturalik qilib, chiroyli qilib chiqardik. Xo'sh, bu mehmonxonalardagi eshiklar bo'ladi. Buni paltara qilib berdik. Bunga ham xrustal shaladan foydalanib, litso taraf, ichkari taraf daborlanishini qilib, hammasiga magnit mexanizm zamoglar ishlatib, chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'ngildagidek qilib, chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Ustanovlar eshiklari yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Salomat bo'linglar.